katta kvadratga ega bo'lgan 3 xonali lyuks kvartirani sotuvga chiqdi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, hozir biz holda turibmiz. Kattaligini qarang. Asosiy kirish qismi chiroyli garderobli zona bo'lyapti mana bu yerda. Endi esa birinchi xonamizni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yer kattalar uchun yotoqxona. Ko'rishingiz mumkin, barcha qulayliklar qilib qo'yilgan, 9 pallik krovat shkaflari o'rnatilgan. Navbatdagi xonamiz esa mehmonxona bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin, kattagina mehmonxona, uголокlarni qarang, chiroyli o'rnatilgan televizor, barcha sharoitlar qilib qo'yilgan, mehmon kutib oladigan. Endi esa sanuzolni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda ham barcha jihozlarga ega. Uyimiz polnis chopli pol qilingan hamda radiator o'rnatilgan. Mana bu yer esa kuxnya bo'lyapti. Kuxnyamiz kattagina, o'tirib ovqatlanadigan joy ham qilib qo'yilgan. Zavtrak, obed, ужин без проблем. Kuxonniy garnitur ko'rishingiz mumkin, barcha bitovoy texnikalarga ega. Mana bu yerda esa oshxonadan детский komnataga o'tgan yo'l qilib qo'yilgan. Bu yerda ham radiator o'rnatilgan. O'ziga ma'qul mebellarni tanlab qo'yasizlar. Xo'p. Sanuzol ikkita bo'lyapti, ko'rishingiz mumkin. Ikkinchisi bu yerda ham steralka o'rnatilgan. Umumiy maydoni 98 kvadrat metr bo'lyapti. Geofizikada joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin pastdagi nomerlarga. Hammaga rahmat.